Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan meni kanalimda rus tilida совершенно несовершенный vidni o'tamiz. Agar siz tayyor bo'lsangiz, unda kanalga obuna bo'ling hamda like bosib qo'ying. Demak, biz boshladik. Xo'p, do'stlar, darsimizni boshlaymiz hamda yozib olishimiz kerak bo'ladi. Совершенный и несовершенный вид. Bu birinchi darsimiz bo'ladi va biz darsimizni boshidanoq совершенный вид hamda несовершенный вид nimaligini bilishimiz kerak. Так у нас совершенный вид bu tugallangan shakl. Ya'ni fe'llarni tugallangan shakli. Несовершенный вид bu tugallanmagan shakl bo'ladi. Ya'ni fe'lni tugallanmagan shakl. Endi bularning farqi nimada deydigan bo'lsangiz, farqi shundaki, tugallangan shaklda ish harakatni bajarib bo'lganingizni aytasiz. Tugallanmagan shaklda uni qilayotganingiz yoki har kuni qilishingiz, ma'lum bir vaqt davomida bajarayotganingiz haqida gapirib o'tasiz. Rus tilida совершенный, несовершенный вид gлаголовni yaxshi bilmasangiz, ertadan keyin gapirayotganda siz juda ham oddiy xatolarga e'tibor bermasligingiz mumkin va mana shu sizga rus tilida yaxshi gapirishingizga xalaqit berishi mumkin. Shuning uchun biz совершенный, несовершенный vidni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Endi qachon совершенный, qachon o'sha tugallanmagan shakl ishlatilishini ko'rib chiqsak. Xo'p, совершенный вид ish harakatini qilib bo'linganligini ko'rsatadi. Несовершенный вид ish harakati davom etayotgani yoki har doim bo'lishini ko'rsatadi. Demak, совершенный вид ish harakati bo'lib o'tganini ko'rsatadi, несовершенный davom etayotganini ko'rsatadi. Ushbu darsimizda, ushbu videoda umuman olganda bundan keyingi совершенный, несовершенный вид haqidagi darslarimizda men asosan suhbatimiz uchun ishlatishimiz kerak bo'lgan video misollardan foydalanaman va shuning uchun mabodo kimdir bu yerda rus tilidan ustoz bo'ladigan bo'lsa, совершенный, несовершенный vidni hamma joyini tushuntirmadingiz deb aytmanglar, iltimos. Sababi faqat razgovor uchun asosan ishlatiladigan joylarni ko'rsatib beraman. Va biz glagollardan boshlashimiz kerak. Birinchi glagolimiz читать hamda прочитать. Bilamiz, glagollar qanday o'zgaradi. К примеру, я читаю, да? Ты читаешь bo'lishi mumkin, sen o'qiyapsan. Он, она читает, u o'qiyapti, да? Мы читаем, biz o'qiyapmiz. Вы читаете, siz o'qiyapsiz. Они читают, ular o'qiyapti. Shunaqa o'zgarishi mumkin-da. Ya'ni bu ular hammasi это несовершенный вид, tugallanmagan shaklda kelyapti. O'qiyapman deb kelyapti. Teper endi o'qib bo'ldim deydigan bo'lsak, мужской родda keladigan bo'lsa, это у нас прочитал bo'ladi. Женский род это у нас что? Это прочитала. Средний род у нас, конечно, прочитало. И множественное число
ko'pligimiz bizda прочитали bo'ladi. Ya'ni nimaga e'tibor berish kerak? Biz o'sha hozir davom etayotgan har kun bo'ladigan ish harakatimiz uchun несовершенный видda ishlatsak bo'laveradi. Читать fe'li bilan tugallangan bo'yicha прочитал, прочитала, прочитало, прочиталini ishlatsak bo'laveradi. Da, kelasi zamondan bor. Bu endi я буду читать. Ты будешь читать. Там она будет читать. Мы будем читать. Вы будете читать. Да? Они будут читать. Вот здесь mana shu yerda kelasi zamon bo'yicha hamda o'tgan zamon bo'yicha ikki xil variant bor. Sizlarga men faqat ishlatish mumkin bo'lgan variantda ko'rsatyapman. Hali yana bundan keyin narigi qolgan variantlarni ham tushuntirib beraman, chunki chitayuni o'tgan zamoni ham bor, chital, chitalalar bor. Но hozir bizga mana shu ko'proq kerak. Нам сейчас главное вот это. Да? Endi теперь что мы должны сделать? Nima qilishimiz kerak bo'ladi? Теперь я вам дам примеры, misollar beraman, и вы должны будете посмотреть эти примеры. Misollarni ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Читать и прочитать у нас идет с винительным падежом. Винительный падеж. Ya'ni винительный падеж keladi. И если вы не знаете про винительный падеж, то так. Тогда вам нужно будет, siz nima qilishingiz kerak? Винительный падеж haqida bilmaydigan bo'lsangiz, olib ko'rib chiqishingiz kerak винительный падеж haqida. Lekin men qisqacha aytib o'tishim mumkin. Muzkoy rodu emas, jonsiz o'zgarmaydi. Jonliga a yoki ya qo'shamiz. Потом женский род a uga o'tadi. Yamiz yuga o'tadi. Yuga o'tadi. И bu винительный падеж edi. Винительный падежni o'sha aytgan qo'shimchalarni o'zgarishi. Давайте kenglar endi читать bilan gap tutib ko'ramiz-da, читать o'qimoq bilan. Так, каждый день я читаю книгу. Men har kuni kitob o'qiyman. Несовершенный вид har kuni davom etyapti ish harakatimiz, shuning uchun каждый день. Сейчас я читаю книгу. Hozir men kitob o'qiyapman, hozir davom etyapti bu ish harakat. Так. Я уже час читаю книгу. Ya'ni men 1 soatdan beri kitob o'qiyapman. Da? И ko'radigan bo'lsanglar, уже tushunsanglar bo'ladi. Demak, bu ish harakatlar davom etyapti. Endi o'tgan zamonga o'tamiz. Вчера я прочитал книгу. Kecha men kitobni o'qib bo'ldim. Час назад он прочитал журнал. 1 soat oldin u jurnalni o'qib bo'ldi. В воскресенье мы прочитали статью. Yakshanba kuni biz maqolani o'qib bo'ldik. То есть здесь bu yerda ish harakatimiz o'tgan zamonda sodir bo'lyapti. Shuning uchun прочитал, прочитала, прочитало, прочиталini ishlatsak bo'ladi. Следующее. Завтра я буду читать конспект. Ertaga konspekt o'qiyman degan ma'noda ketadi. O'qiyotgan bo'laman. В понедельник я буду... Давайте я demaylik. Он будет читать
Так, что он будет? Лекцию, да? Послезавтра, эртадан keyin мы будем читать стихи. Ertadan keyin biz she'r o'qiymiz. И xuddi shuni qilib chitать bilan прочитать fe'llarni olib ishlatsanglar bo'laveradi. Xo'p, bugungi darsimiz, birinchi darsimiz mana shundan iborat edi. Bunda совершенный, несовершенный vidni qisqacha tushunib oldik sizlar bilan. Hamda chitать, прочитать fe'lini hozirgi, o'tgan hamda kelasi zamonda ishlatishni ko'rib oldik. Telegram kanalimga obuna Xo'p, Telegram kanalimga obuna bo'lishingiz mumkin. Sertifikat Ruber. Kanalda ushbu videoni konspektini ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol o'zingizga yuklab olib ishlatsangiz bo'ladi. Bundan tashqari YouTube kanalimga ham obuna bo'lsangiz, doimo shunga o'xshagan foydali videolarni bundan tashqari agar YouTube kanalimga obuna bo'ladigan bo'lsangiz, shunga o'xshagan foydali videolarni tez-tez chiqaraman va siz bemalol rus tilini o'rganishda davom etishingiz mumkin. Spasibo всем большое. Kattakon rahmat hammaga. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.